Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Asto va men bu videorolikda sizdan shuni so'ramoqchimanki, videoga like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Bo'lmasa, qani videoga ketdik do'stlar. Salom do'stlar, sizlar bilan Asto News kanalining egasi, ya'ni o'zim Astoman. Va bugun biz Minecraft o'yinida mazza qilib survive qilishga harakat qilamiz. To'g'risi bu survive'da Ender Dragon'ni o'ldiramizmi yoki bilmayman. Menimcha Ender Dragon'ni o'ldirmasak kerak va keyingi qismlarni kutib qoling va keyingi qism 100 ta like'dan so'ng chiqadi. Agar siz menga tezroq 100 ta like yig'ib bersangiz va men ikkinchi qismni chiqaraman. Shuni unutmang, bu yangi kanal va yangi birinchi video. Qo'llab-quvvatlashni unutmang va sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Meni skinim qon. What? Meni skinim qon. Xo'p, endi skinni joyini topish kerak. Mayli. Bu skinni men ko'p qidirdim, to'g'risi bu skinimni yo'qotib qo'yibman. Sizlar bu skinni kim deb eslasangiz, bu Astonevning skini deb aytavering, chunki kanalimning nomi Astonev. Va biz survival boshladik. Qani ketdik. Qishloq qidirishimiz kerak. Undan oldin birinchi daraxt chopishimiz kerak. Uni daraxt chopamiz. Va biroz Minecraft musiqalaridan qo'shamizmi? Hozir musiqani yoqib olamiz. Va men Minecraftning musiqalarini yoqib oldim. Biz o'ynayotgan versiya 1.15 dan 2 versiya. Yangi versiya o'ynamaysizmi desangiz, yangi versiyaga hali telefonning kuchi yetmaydi. Yana bir narsani unutmang, men Poja Launcher'da o'ynayapman. Kompyuter emas, Poja Launcher. Va bizga hozir kerak bo'ladi taxtadan yasab narsalarni tez yasab olamiz. Va hozir toshgacha kuchayib olishimiz kerak bo'ladi. To'g'risi toshgacha kuchayishimiz kerak hozir tezlikda. Bu sizlarga juda ham tezlikda o'tib ketadi va bir deganda o'tib ketadi. Va men do'stlar 8 ta tosh to'plab oldim. Va birinchisida biz toshdan aslahalar yasab olamiz. Bizga prosta kirka va bitta bolta yetadi. Sabab biz Java versiyada o'ynayotganimizni unutmasligimiz kerak. Kim bilmasa Java edishinde bolta ancha qilishdan ko'ra kuchliroq. Albatta o'zim bilimdan his qildim. Bizga taxtali buyumlar kerak emas, bular yoqishga ishlatmaysizmi desangiz? Yo'q, ishlatmayman. La'nat. Urmoqchi edim, qarasam kelganmas. Biz sekin. Yo! Qishloq. Va kon bor. Kichkina bo'lsa ham kon bor. Galim. Jonga hali ancha kirishga ulguramiz. Kelajakda albatta. Sakraymiz. Ulgurdik. Va bu qishloq kattaligi anchaga o'xshab ko'rinyapti. Bizga hali qishloqlar ham kerak, sabab biz savdo qilamiz. Kamon olishimiz kerak. Va olmos olishga suramiz.
Hmm. To'g'risini aytsam, bu qishloqda ikkita qo'y bor ekan, buni ko'paytirsakmikin deb o'ylab qolib, birdan chiqib bordim. Ichimda o'zimga aytyapman, aslo hali bu qo'ylarni juda ko'p vaqt qidirasan deb o'ylab o'ldirib chiqaman. Sababi bular juda ham asqotishi mumkin hali. Lekin bizda pichan bor ekan. Bizda pichan bor bo'lsa, sekin o'zimizdan qo'limizga olaveramiz bu yerda. Bitta kompost ham bor ekan. Kelinglarda unda biz o'zimizga sekin keraklik bir ikkita narsani yasab olaylik. Bizga birinchi o'rinda ketmon kerak bo'ladi. Sabab juda ham kerak bo'ladi tol bizga. Sekin buni ham bizlasak bo'ladi. Gulni qayerdan oldim? Mayli, qayerdan? O. Skin juda ham o'zimga yoqdi. Bundan rasman bu men skinimni o'zim qonun chiqardim. Va boshqa skinlarga o'ynamayman. Boshqa skinlar chiqarsam o'zim aytaman. Va biz sekin pichanlarni chopib chiqqandan keyin videorolikni davom ettiramiz. Hammasini chopib chiqamiz. Bitta ham qolmaydi. A few moments later. Do'stlar, men chopib bo'ldim. Xullas, mana shunaqa ko'rinishga keldi. Va hozir quyosh botadi va bizga zombilar to'sqinlik qilmasligi uchun sekin uxlab olishimiz kerak bo'ladi. Ertalab turib temir tig'dashga qomga ketsak kerak. Xullas, biz hozir uxlab olamiz, keyin ertalabdan nimadir qilishni o'ylab ko'ramiz. Do'stlar, xullas ertalab ham bo'ldi. Biz videoni davom ettiramiz. Biz birinchi o'rinda qonga tushgan narsalarni to'g'rilashimiz kerak. Va bu 40 ta bo'lib ketibdi. Sekin aylantirib olamiz. 3 stak bo'lib ketdi. Bu yoqda yana 2 stak. Sekin verstaga olib turib aylantirib olamiz unga. Bizga hozirchalik besh 64 26 koordinatalar. Ha. Bizga ko'proq torch kerak bo'ladi. Torch. Ya'ni mana shu yondiradigan narsa yorroq turish kerak bizga. Sabab hech qanaqa modim yo'q meni. Va qishloqdagi bir ikkita torch olib turib ketamiz. Keyin Optifine ham bor menda. To'g'risi Optifine nimaga kerak deb so'rashlar mumkin. Shunchaki torchni yondirib turadi qo'lda. Biz o'zimizga kerak emas bo'lgan narsalar bitta sandiqqa solib qo'yishimiz kerak. Va hozir nimani so'rasak ekan? Birinchi o'rinda sandiq yasab oldik, keyin o'ylab ko'ramiz. Xolos oldik. Hozir biz o'zimizga kichkinagina uychamizni turaylik. Mana shu kichkinagina uycha qilib qo'yaylik. Kerak ham menga mos sandiq qo'yamiz. Bas bu kerak emas, bu kerak emas. Ovqatimiz yetarli. Torch olamiz hozir. Ertaga bitta torch solib qo'yibman. Va bu va juda ham yaxshi bo'ldi. Sariq kravat.
Aynen özümler aynen. Ve bize gittik. Haha. İyi. Bir kere öldüm ama şimdi. To'xta. Jigar bandim. Bu bizga non sotargan-ku. Lekin juda ham qimmat narx. Shakar qamishlar o'sha o'syapti ekan va bizga u shakar qamishlar просто o'ssa yaxshi-ku. Va men konni qayerdan bilsam chiqarib qo'ydim. U mushuk. Kon qayerda edi endi? Qishloq ham katta-yu. Konni topdik. Endi ichiga tushgan do'q kerak. Ovozni eshitdingiz? Temir. Va bu videodagi birinchi temamiz. Va ishqilib birinchi va oxirgisi bo'lmasa bo'ldi. Yaxshi, ugul ham kerak. Hozir biz boramiz edi. Sekin narsalarni olamiz. Va sizlarga bitta narsani aytib qo'ymoqchi edim. Men xullas har xil videolar chiqarsam, xullas mana shunaqa yo'nalishda daraja oshgani sayin xohlagan bitta narsaga ega bo'lishimiz mumkin. Va misol uchun bitta darajam oshsa 64 ta oltin olma olishim mumkin. Yoki bironta Nizrite qilichmi, shunday qilib endi dragonni o'ldirishga harakat qilib ko'rishimiz kerak. Oddiy vijvaniyada o'ldirish uchun bir o'zimga ancha qiyin bo'ladi. Minecraft musiqalari. Zombi ovozi. Temir yo'qmi degan savol bilan qaram tepada. Temir. Do'stlar, men videoni biroz pauza qilib turdim. Sababi uydagilar kirib qolgan edi. Va men sizlar hech narsani yo'qotmadi, просто men biroz ugul yig'ib yurdim. O'sha avval nechinchi kun deb so'rayotganlar bo'lsa, bizda hozir nechinchi kunligini ko'rishim kerak. Nahotki kun ko'rinmayapti. Kun ko'rinyaptimi? Ko'rinmayapti. Nechinchi kun? Nechinchi day xullas. Do'stlar, men uzoq vaqtdan keyin kun pastda turganligini ko'rdim. Va eng pastda turibdi, ko'rsalang birinchi kun ekan. Va biz kondan ugul olamiz, keyin temir izlab yuramiz. 5-daraja bo'ldik. Va xullas temir izlab yana safarda ketaveramiz. Bu kon menga uncha yoqmadi. Mayli. Yoqmagan taqdirda ham boshqa kon izlab o'tirishga vaqt yo'q. Tepaga chiqibman. Temirlar eritib, men o'zimga shit yasamasam. Shit yasamasam o'zimga juda ham qiyin bo'lyapti. Minecraftchilar eng
yoqmaydigan taraf shu fakkel qo'yilib ketishida. Minecraftchilarga eng yoqmaydigan taraf shu Minecraft. Chap qo'lga olgan narsa o'lib ketaveradi. Va biroz quyosh botishini kuzatib o'tirsak ham bo'ladi. Va ketdik uxlaymiz. O'zimizni uyni eslab qo'yganman men. Adashmasam mana shu uy bo'lishi kerak edi. Mana shu uy va qishloqqa yotib olgan xolos. Mayli. Va videoda biz shuncha narsaga erishyapmiz. Va bizga oddiy tosh kovlamoqdan o'ylayapsizlarmi? Shuncha yo'l olib kelib oddiy tosh olishdan chiqibdi. To'g'rilaymiz. Oddiygina tosh blokini shu darajada olish esimdan chiqibdi. Bizlar nima qilasiz desangiz endi o'ylayapman. Xolos, ikkita taklif bor. 6 ta temirimiz bor. Hali temir topishimizga ko'zim yetmaydi, sababi biz hali konga kirmaymiz, biz ko'p narsa qilishimiz kerak. Konga kirishga hali qochib ketmaydi kon. Xullas, nimaga unday deyotganimning sababi biz paqir yasashimiz mumkin va ferma qilib qo'yamiz. Ferma qilib qo'yishimiz mumkin yoki bizga shunchaki kirka bilan shit yasab olamiz. Ya'ni tushundingizku. Kim bilmasa pechkani crafti mana shunaqa. Haha. Olamiz, pechkani qo'yamiz va pechkaga temirimizni solamiz. Ustidan 39 ta ul hammasini emas, bir 7 ta setamiz. 7 ta dedim. Bo'ldi. Later. A few moments later. Va nihoyat biz o'zimiz temirimizni qaynatib bo'ldik, ya'ni eritib bo'ldik. Va uni olamiz. Va bizga достижение keladi. Достижение bajaramiz. Birinchi o'rinda hamma Minecraft'da temirga nima qilishini biladi. Birinchi topgan temirni shunchaki cherka qiladi. Albatta. Men ham shu ishni qildim. Va ikkinchi temirimizni shunchaki yasamoqchi edim. Ya, bizda bitta narsa yetishmaydi-ku. Hech qanday o'zim so'rammi? It's haram, it's haram. It's haram, it's haram. Olmadim do'stlar, olmayman. Xullas, bizga kerak bo'ladi shunchaki taxta. Eshitdingiz, taxta. Minecraft'larga taxta kerak bo'lib turadi. Albatta kerak bo'ladi. Va biz Minecraft'dagi eng kerak bo'lgan narsa shit yasadik. Buni chap qo'lga olsak va bitta urdik. Bo'ldi. Creeper portlasa ham hech narsa qilmaydi. Va shuni qilib turib biz nima qilishni o'ylab o'tiramiz ham. Biz qaraymiz, narsalar bor, biz narsalarni ancha qo'ydik. Va birinchi o'rinda temir pikak bor bizda.
Temir pikak. Noyib olamiz. Qo'ng'iroq chalib olamiz va konga o'tiramiz. Aniqrog'i kon deb adashib ketdim. Bizda taxta chopishimiz kerak debdi. Chunki bizda taxta umuman yo'q va 13 dona taxta umuman yetmaydi. Va keyingi qismlarda o'zimiz bazamizni qurib kuchayib ketishimiz kerak bo'ladi. Agar sizlar meni ya'ni kanalimni qo'llab-quvvatlashni xohlasangiz, hozir ekraningizda chiqqan kartalarga donat qilishingizni so'rayman. Va hammani pullayman, shunchaki 1000 so'm bo'lsa ham tashlab qo'ysangiz kanal rivoji uchun ancha foyda beradi. Va bizda shunaqa gaplar. Va biz yana kon topdik. Faqat bu yerda faqat o'g'il bor. Koal bor ekan. Temir kirka shu darajada kuchlimi? Sekundlar ichida qazib ketdi. Eng yoqadigan daraxt shunaqa uzun daraxt. Sababi uni chopish oson. Ana bu yaxshida. Bizga oq daraxt umuman kerak emas, sababi biz oq daraxtdan hech narsa qilmaymiz hozirchalik. Qanaqa dekorativ ishlar qilmasak. Bizga prosta uni ekib ko'paytirsa bo'ladi daraxtlar. Va biz daraxt zonasini qilamiz va bu daraxt zonada faqat daraxtlar o'sadi. Bu ham keyingi qismlarda bo'lishi mumkin. Yoki mana shu qismni o'zida. Lekin bu qism oxirlab qoldi menimcha. Oxirlab qoldi albatta. To'g'ri, bu videoda ko'plab temir topolmadik-ku, lekin juda ham ko'plab narsalarni topdik. Va sizlarga bitta narsani aytaman. Va bugungi video roligimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Meni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar mana shu ekrangizga chiqqan kartaga va donat qilishingizni so'rayman. Bu kanal rivoji uchun men hamma tashlanglar demoqchi emasman, shunchaki kanal rivojlanishi uchun qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, shunchaki kartalarga donat qilishingizni so'rardim. Va hamma donat qilsin demayman va majburlamayman, shuni unutmanglar. Va bu videoga like bosib obuna bo'lishni unutmang. To'g'risi, bu mening birinchi videom, qo'llab-quvvatlashga harakat qiling va like bosing, obuna bo'ling. Ha bo'pti do'stlar. Sizlar bilan Aston New bo'ldi va bugungi videoroligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, kanal rivoji uchun ekrangizda chiqib turgan karta raqamlarga donat qilishingizni so'rayman. Va hamma donat qilsin demayman, shunchaki donat qiling va kanal rivoji uchun.